Шинжаң Шахла Халқара Сауда Чекті Шерік таждарлығыдaki Тоқтыма Тоқти filmini көрішіңланы қаршы алымыз. Mezlik bir avatqını nənin ətirki desem, əsli Şahla çaş doktor ekende. Bu filmni tövendeki orlama alaydı qoladı. Qutyar Halqara Sauda Chekti Şirketi Qutyar yürüyüşlük işçimlikleri. Ma film heptede birlik qism çıqdı. Çıqıverdigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab Halqara Sauda Chekti Şirketi ro'yab yürüyüşlük sağlamlık mahsulotlari. Sağlamlığımız en mühim. Ro'yab hemra her daim. Perviş Şahla çaş doktoru da. Körkem çaşlarını teximi asıraydı. Mehirlik kaliplerini birbirine bağlıqıcı Şahla çaş doktoru çaş ettir cevheri. Hey kız bil ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir san ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hakim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. To'xtama To'xti filmi her shanba kuni yayınlandı. Salon adresimiz To'xtama To'xti. To'xtama To'xti filmini en süzük altını görmekçi bolsanız, bu işkilik kortunu skanerlap Subat Abdidalının en yeni nusxasını düşürün. Hadi neyge? Hadi ney mangıl? Hadi. Hamda razı olunlarmı? Sen erişmek şu neticeymiş mi? Arlaşmalar dedim bu başka. Onun üstü bu işle oylaganda günah emez. Şu ada şu zat neymiş boldu şu? Qaysi kunimiz bog'cha uchrab qolgan kuni Esonizmi? Burun biz daim şey keldik. Ha, esimde. Burun jiq keldigan bu yerga. Bu yerdan o'zgarishlar jiq bo'lib ketdi. Burun bunchalik daraxtlar yo'qdi-ku. Ondan bir ko'lchak bo'lyapti esim qilishcha. Ah, oyatda o ko'lchak. Ondan bu yerda bir o'yinchiqlar bo'lyapti. Ondan Ne bo'ldi? ah. Oyada rasm sotgan meni og'aynam bo'ldi. Sizga gapini qilib bergan rassom asas shu. Amiz ko'rish qo'yamsiz. Görüşkey. Tam berib keldi. Men Eshik yo'q. Eshik yo'q. Hoy, kim bu katta bu ey? Bir parch rasm setilmaydigan rassam. Nima chiqib bu yerda? kimga o'shiz shu deb butun shaharni sandashlab kirib keldim miyaga men. Ya'ni kaynimda yuramsan? Solyoq oltimsan? Ma. Tanıştırıp qo'yay. Do'stim Arzu. yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sodiqdan sizni bek tanliq rassom deb anglagan. Shu meni maqtamdik-a? Qara mana. Ama bilib tarmoq qilib keldi. Men mehmon qilman. O'zing olib kelinglar bo'ldi.
Men yüzəgənki yüzərə. Mana tamaq yeb kelamiz, mana. Ay rost bo'ldi, uzamayib kelinglarmi? Samsonbay vag'in. Shunaymi? Qani yo'samsan? Va xaltada. İşte kit bag'an as shuma. Ha, shu. Ey! Ne bo'ldi? Bishimiz qo'yatamda? Mekida. Nima qaraysa? Bu ishlar bilan munosabatim yo'q. Manimish. Nima ish? Ular biz miya qaybat kirama. Manimish ta'tiba. Bu qachon yaqimon bunda yaxshi muomala qilib ketding? Ko'ngil bilib. Men sana ko'ngil bilmadim. Aqcham bir ish terib qo'yib, ayoling uydan chiqarsa, yana bizga bizdan var qilsa. Bir eg'iz yaxshi ketmay yo'qda aslan. Quruq gapni jiqima. Digina, buzar nemish. O mening tunji qiz do'stim bo'ldi. Burun qiz do'stim. 5 yildan oldin yo'qolib ketgan. Men qanday buni topolmagandim. Hech qanday sababim yo'q. Men xiyol bir vaqtlarcha azobdan qutulolmagan. Hozirgi ayolimdan yo'liqqandan keyin, ondan keyin men o'tmishdan unutib ketgandim. Men bu umrimda endi uni uchirtamasmikin deb o'ylagandim. Toki doktorxona shu kuni Mavcu. Yeni kelgan bemorning kasal arxivi. Sestra boshliq so'rayotdi, darhol ochiq bir. Ma'qul. Ma'qul. Mustafa. Doktor, meni hozir ahvolim kontrol qilib bo'ladimi? Ol tekshirish natijasi chiqsa, anadagi bir narsa deyli. Tekshirish natijasini aka atada. Yaxshimisiz? Uzun vaqt ko'rishmagidi. Siz faqat o'zgarmabsiz. Shu o'zgarmadimmi? Siz doktorxona sestralik qilyapmisiz? Yo, doktor ketdimi, sestra emasman. Doktor. Sestra, men 3-chi karat bemor aytdim. Xato tunib qoldi odamni. Sestra 6 qavatdagi bemorni o'qil to'kanta almashtirib o'tamsiz? Hozirlan. Ma'qul. Shu sestra hozirmi? Nima bo'ldi? Siz ishga qatma? Uy, men to'y qilsam. Ha? Uy, men ishga qatnamas. Voy. Siz hech to'y qilmadingizmi? Siz ishga qatnamoqsangiz ham siz nima ish qilib yondirib qo'yasiz natijangiz tera. Ayollar kisini ko'rgan bo'ldi. Ma'qul. Haras biz ko'rishmagili bek uzoq bo'ldi, bir tomoq yeb kelaylik. Men hozir to'y qilib bo'ldim. Unda qilsam ancha qonlashmasmikan? Yamsa siz doktorxona chiqqandan keyin bizning kelar, men ayolim siz o'xshab tomoq yetib bersin. Mijaz sal chusroq, lekin ko'ngli yaxshi uningki. Men hani bize işim battı. Bakıp geliriz. Ma'qulmiz. Keyinroq ko'rishamiz. Sadiq. Ha? 9-chi karavotdagi bemorni vaqo. Shuning men bizning yangi bilimdan salomatlik astika turish bilimiga o'tgan. Ondan rasmiyatlarni o'zim berib, bir qo'llab bajirdi. Bo'ldi? Başlasın ha. Ma'qul. Doktor, Al. bizning maqovatlarning hammasi man kasalliklarmi? Sen ishlayotgan qancha yil bo'ldi ashni bilmayapsan teqa? Mendan so'rayapman sen. Ayollar kisini ko'rgan bo'ldi. 6-chi karavotdagi yosh qiz olvog'i Arzu. Nima kasalki? Ayliq chiroyli qizmi? Ha. Qizni gapini qilmishsan. Ey, yosh turib.
Ming'rakiga shu. Biron bir bo'pti-ku bu biz. Aram bir test kontrol qilyapti-ku, hozir endi. Rak hujayrasi kengayib ketibdi. Hozir umr qanchalik qoldi? Aniq emas. Ahvoldan qaraganda yo bir oy umr qoldi. Yo bir hafta umr qoldi. Qolgani mo'jiza qaraymiz shu. Kasallik arxivini programma kirib boqay. Kasallik arxivi. Ha, Arzu. Arxivni ishlatib turay, ya. Ha, bo'ldi. Aldır. Ostırak, ostırak. Siz nima ish qilman deb yushirsiz, opaytan. Men Bo'ldi. Siz yaxshi o'qiysiz, xotirjam bo'ling. o'zimni ahvoli o'zimga ayon. Xotirjam bo'ling. Kayfiyatim yaxshi tutaman. Siz rost gap qiling. 5 yil oldi yo'qqa ketishingizga sababingiz mush kasallik uchunmi? Bo'ldi ishmayli. Sodiq, Ha, sizga bir o'tinishim bor. dam. Bilma, vaqtim chiqqanmidi? Mening biz burun doim boradigan joylarga borgim kelyapti. Sizning hozir tan salomatligingiz unda birga borsangiz bo'lmaydi. Hech qisi yo'q. O'zimning ahvolini bilaman. Men bilan bilib yurish berim. Bulamdi. Ma'qul bo'ldi. Rahmat sizga. Men ata tushdim bir do'stlarim bilan ko'rishmoqchi. U yerda inib sizni olib kelay. Ma'qul amsa, men siz bilan aloqalashay. Bo'ldi. Sodiq, Ha? sizga avorchilik qilib kelmaydigan mana. Boshqa xato tushunib qolarman. Yo'q, unda olmaydi. Men ayolimni yaxshi ko'rman. Shu men faqat sizning orzularingizni amalga oshirmoqchi. Men o'zim 100 kilolayman. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Siz o'da orom bilan qayting. Men bu balla programmasiga bek zaya ketdim. Meni dunyoning tagiga yetkizsin. Men yagorsam Ming'rakiga shu. Rak hujayrasi kengayib ketibdi. Ahvoldan qaraganda yo bir oy umr qoldi. Yo bir hafta umr qoldi. Bo'ldi, bo'ldi. Men manga turay, biza ishim botdi. Ne görse? Ha, shaxsiy ish, shaxsiy ish. yengem bilan yo'q yubordik ham. Ha. Asman manda. Bo'pti. Çakçakçı mı? Kapıp O'choqchoqchimi? Ishnimi? O'xshash. Bilaman. Asham mashq qilsam Qilib bo'ladimi? qilamsan. Men manga turay. Maqla? Demek, sen onun arzusu hemen kaç bir atsa. Onu yaxshi ko'ramsan? Men ayolimni yaxshi ko'raman faqat. Lekin uning shunchalik orzusini amalga oshmasligiga men qarab tura olmayman.
Men qilganim to'g'rimi, xatomi bilmayman, lekin men pushaymon qilmayman. Tushunishlik. Undaqda o'zingga diqqat qilib. Men bu ishdan ko'rmagan solay. Men ketaverdim. Bo'ldi. Ma undidar da'vat beraman. Ha, ma'qul. Ko'ra boqay, qandaroq chiqdim. Nima qarayapsan? Ishni nimga? Bo'lgan ish shu. Asli bundoq ekanda. Lekin u qizim bek bichora ekan. Men dedim-ku, cho'qim bir uqishmaslik bor deb. Sodiqning ayolig'im bek tas bo'ldi, amaliyot qilib uqmagan ekan. Eng tezkagini amaliyot Sodiq. Sodiq ayolni shunchalik yaxshi ko'rdi. Oilasini shunchalik yaxshi ko'rdi. Lekin bir insonparvarlik nuqtasini o'ylab chiqsang, bir oy umr qolgan bir odam sen mushtar talab qo'ysa, sen rad qila olamsan. Albatta rad qila olmayman. Sodiqning o'rnida bo'lsanglar sizlar qanday qildinglar? Ana shu hamda Sodiqmi, ya'ni davomli hamda ayoli bilan uy tutdi degina. Shu Sodiqning ayoliga bir yaxshiroq tushuntirib qo'ysam bo'ldi, sen tafsili uqqan ekan. Aka, sen mish tuqqan ekan. Men turgan sizlarga dedim, boshqa ish aralashmanglar deb. Men burunda da'vatim boshqaning oilasiga ish aralashmanglar deb. Sodiq o'z bu yo'lni tanlagan ekan, bu qaran qilgan ekan, o'zi hal qilaydi bu ishlarni. Aka, bir aqdim tushuntirib qo'ysang nima Bo'ldi. Bu gap demanglar bo'ldi. Men tushuntirmayman. O'zi hal qilaydi. Bir moch ish tervatdinglarmi? Mana sen hamda uy keta. Aka, Ya menimi yo'linglar bo'ldi. Oğlum, yürekning, menining quvvati nada? Mana mau yerda. Kanada Jameson yurishlik mahsulotlari yurak menga sog'lomligi uchundir. Jameson yurak mengi yashartish mahsuloti qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yurak harakatini yaxshilashga unumi ko'rinarli. Bugun yuz bergan bu arda qilayim qanchaliklarning hammasi mening singlim bilan Shuhratning mush bema'ni xiyollar sababidan bo'ldi. Ba'zan deymiz, men anglagandan bir ko'rgan a'lodim. Ko'rgan ish rosa a'lo bo'lamdi. Amaliyotda bizning ko'rganlarimizmi rost bo'lishini atayin. ana chiqdi. Sizning hozirgi tan salomatligingiz bilan menga bersangiz bo'lmaydi. Men hech nima bo'lmaydi. Men shu biz burun borgan savdo bozorlari borg'im bor. Ansam yana chiqaydi ekan. Siz bilan bir boramsiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Ben ne dedim? Qani? Ta? Qani deyman. O'xshayotamdi qanda? Menga yiqiroq Bir baqandoq. Burun bu yer bir qaynoq bozordi. Yaqin chaqudaydi bu yana. Bak afsonalik shildan bo'ldi. Konusni yaxshi bo'lishini atayin. Maskasiz bo'ldi emasmi? Uning ustiga yangsasi bu yana taraqqiyotga texim mos keldi. Xuddi bizning hozirgi vaqtimizga o'xshash aslim bo'lib qoldi. Sodiq, rahmat sizga. Men endi o'tib ketsam armonim yo'q. Nima deydigansiz? Siz saqayibsiz. Qalamqanga qilmang. Cho'qim saqayibsiz. Rahmat sizga. Bu men uchun yetarli bo'ldi. Mushkamgacha nurg'ulg'an baxtsizlikka uchirdim. Ota-onam meni tashlab ketdi. Yarulaksiz qolgan shu chaqlarimda sizning bergan muhabbatingizga rahmat. Sizning oilangizdan va ayolingiz bilan baxtli o'tishingizni tilakdoshman. Qalamqa so'zman. Dedim-ku siz cho'qim saqayibsiz. Siz saqaygandan keyin men sizni
Ma'qul. Sen mağaştırlan ben kendine ötüme hazır. Avara kıldığım buldum. Bey, esas sen nerede hazır? Abay sen sanırım ola şöhretini gördüm. Sen avarcı olup kala okşadım yedi. Ha, bir iş çıkıp kalktı tez kelgen. Hazır kelgen. Ayağımdan sansın badak durdu. Tez kelgen. Adaş. Benim dedim mening o'ylig'imdek bo'ldi. Vay ya, Buzib emas. siz. Adaş maya bir uqishmas qulaq bo'laturma gap. Emas, men ko'rgan kinolarda Aldırayım işim bamini. Adaş ma ishni bir ini qildim zan. Mesela keyin tushuntirib Adaş ma keyin desang ma ish bika yo'g'inab ketdim ma. Yaman qalayim qamab ketdi. Men keyin tushuntirib qo'ysa. Bir tushuntirib gap qilasam. Aka, Siz bir yanım çıkarsız hem de. aka siz nima ish qilyapsiz? Keyin depressiz. Nimani keyin deb bersiz? Adaş tushuntirib deydi bo'ldi ishlarni. Gepim kira. Adamni 100 kilo olamsiz aka? 100 kilo olmaydi, men sizni shunchalik deb qo'yay. Ko'rganlarimni hammasi rostmi? Yo'q, bu yerda cho'qim bor. Almashmas kerak. Qanaqa qilamiz, o'z ko'zimni ko'rdim. Türgüsek anlaşmama diyen bu işqa. Men bu aralashmaydim shu sen. Bu küçük de olsa sen bu işlem ettin hem de. Bu işler uylagandek emas. Pek ağırma. Pek ciddiyim ha. Berip gelin. Nega borasiz? Bo'lmaydi borasiz. Kendi Aka sen kelmaysiz. Nega borasiz? Aka siz mushtaqsindimiz? Bo'lmaydi aka. Menga tushuntir. Bo'ldi. Ada. Boşlanamız rasma. Men keyin tushuntiray sizga. Agar hozir tushundirmay ketadigan ishingiz bo'lsa, menga tushundirmang. Boshlanamiz mishad oxirlasin. Kechiring. Qandaroq? Bugun kechda o'tmaydi o'xshaydi. Kirib ko'rishadi. Keldingizmi? Ha. Yo'lda bir narsa do'stim rozichilik qilib biza vaqtdan deb qo'ydi. Sizga deydigan gapim bor. Ma'qul. Lekin deyishga petinolmayapman. Nima ish qildi? Kinolarda shunday ahvolda gapi tug'ildi o'ldi. Shu mevasli qilmang. Saqib ketsiz. Men o'limdan qo'rqmayman. Faqat shu yaqinlarimdan ayrilish ko'zim qiymayapti. Gerçi ismim arzu bo'lsin. Nurg'un arzularim yetamay ketgan o'xshayman. Qilayim qanga qilmang. Siz uzun umr ko'rsiz. Chaqchaqyapsiz. Chaqchaqimda mana bir Shuhrat deb bir og'inam bor. U palachishni qudi. Ishamisingiz 5-qism ko'rib baqing. Siz doktorxonadan chiqqan chog'da u sizga palachib qo'ysin. Sadi. Rahmat sizga. Kechiring. Nima ish kechirim so'raysiz? Mashina oldida siz bilan xo'shlashmay ketganim uchun kechiring.
5 yılın oldida mush kasalning sababidan siz yo'qolib ketgansiz. Men endi bildim. Ma ovozchilik tug'dirib bermaydi deb. Siz nim degan döt. Bu bir necha kun sizga nurg'on avorchigan ibuk keldi. Mening faqatla oilangizni turmushingizga avorchilik ib kelgim yo'q. Mening faqatla hayotimning oxirgi daqiqalarida go'zal asllarimni esligim kelib qoldi. Nima u hayotimning oxirida deb. Siz uzun umr ko'rsiz, endi nurg'a yalay berib, nurg'a yalan ko'rsiz. Uqdingizmi? Uy kelsangiz ayolim sizga o'xshash tomoqlarni aytib berdi. Sizlar balkim yaqin do'stlardan bo'lib qolishingiz mumkin. Siz hozir intayin baxtli ekansiz. Siz uchun xushal bo'lyaptimi? Sizning bundan keyin texim baxtli bo'lishingizni ayolingizni qadrlang. Ma'qul, men bildim. Xotirjam bo'ling. Ma'no naqsh etib bering. Ovozim burunqidek yaqinliq emas. Hech qisi yo'q. Aytib bering. Aytib beray. Lekin chavoqchilik unutib qolmang, ha? Düşenbedin başlanar hicran, Seyşenbege seğinip arman, Çarşembede xiyal yağmuru, Peşembeni xalaydu hamman, Peşembesi hasretke talı, Cümme yazar söygü nigahı, Şembe nim boğuydu. Bekar naqsh etmaymi? Mimar qilsiz ғой. Men mimar qilay. Yaqin, ha? Ko'zingizni ochsangizmi hisob? Her insan baxti uchun kularkan bilsam, ba'zilar ko'zlarini yoshlarkan bilsam, bevafo Arzu, tashlab seni kutarkan bilsam, Arzu. hijronda qolar ekan oshiqlar bilsam. Men sana olamcha söygünü bersem, sen yana qanoat qilmasam bilsam, ne bo'lar muhabbatda ichilib kulsam, hayotımda ortiqcha inson ekanman bilsam. Kuyarman bu odungda har kuni, so'yarman bu
Söyermenmu otunda her günü. Söyermenmu dünyada bir seni. Köyermenmu otunda her günü. Söyermenmu dünyada bir seni. Köyermenmu otunda her günü. Söyermenmu dünyada bir seni. Asad bu paytda o'zining qaroriga hayron bo'ldi. Boshqalarning ishiga aralashmayman deb turib, o'z prinsipida ching tura olmagan edi. Balkim bir erga nisbatan sodiq bunday qilmaslik kerak edi. Lekin bir insonga nisbatan balkim bu ishlarning xato yeri yo'qdi. Nurg'un ishlar dal shundoq. Bizning shu ishga qandoq nuqtadan qarag'anligimiz bilan munosabatlik. Asad o'zining to'g'ri qilgan qilmaganligini bilmadi. Lekin shuni jazmlashdigini bo'ladiki, to'xta bo'lgan bo'lsa, cho'qim o'ziga o'xshash qaror chiqarar edi. Söyermenmu dünyada bir seni. Mabet ketdi, xotunmu ketdi. Öyde tok yo'q, mallag'manni kim etdi? Telefoningda tok yo'q, ha qachon? To'xtama to'xtini ko'ranmidin, ha qachon? İzna to'xtamlarini alsam, yeningda tok bor, her kaçan. İzna ba endi qoqmayli. Onun da ba el yedi. Onun ampir bek peyzi. Mana beri xogo yeyli. Yeyli li. İzna toxtan kolumda. Her vaxt tox bar yenimda. İzna. Uqtirish. Ro'yat sog'lomlik to'g'ri savdo shaharchisi vakolatchi qabul qilish uqtirish. O'z oldingizga egilik tiklashdan yana chiqish yo'l topdingiz bormi? Bo'sh vaqtlaringiz behuda zoya bo'lib ketadi. Kasblashgan sog'lomlik mahsulotlari sherikati bilan hamkorlashib, dunyodagi dongliq markaning mahsulotlariga vakolatchi bo'ldingiz bormi? Yangi sohaga kirib, sog'lomlik va go'zallik haqida yangi bilimlarga ega bo'ldingiz bormi? İşçilik, muqim, samimiy korxonalar bilan hamkorlashib, xizmatdan sirt iqtisodiy unum yaratishda yangi bir manba topdingiz bormi? Undaqda Kanada Jimison mahsulotlari va ro'yab shirkati ishlab chiqargan ro'yab oziqliq sog'lomlik mahsulotlariga vakolatchi bo'ling. Ana nima qilasiz vaqtingizni bekor o'tkazasiz? Sizmi oyda 20 ming, 30 ming, 50 ming pul tepan? Ha, mana bu ishlar yaxshi fursatni ro'yab shirkati yaratib berdi. Tutalash tutmasdan o'zingizda. Sat bo'ldi. O'tib qoldi. Sat bo'ldi. Qanday qilamiz degan vaqtda, ya'ni ekran ostidagi telefon nomerini telefon qilib bevosita aloqalashangiz bo'ladi. Yoki shikili kodni skanerlab, shu ro'yab salonga kirgandan keyin ostidagi do'kon degani bosgandan keyin, anadan keyin shu a'zo bo'lish, ya'ni bizniki shu vakolatchi bo'lish degan xatni bossangiz, ichiga vakolatchi bo'la olasiz. Ammo yaxshi fursat ijodidan qoldim men. Ma'qul. Ma'qul. Nima deyim? Topmalar. Nima deyim? Chiqatma? Voy, yana to'yibsan. Oo. Ketdi. Qilish qilish.
ishga qatma. Voy, yana to'y qilsan. Ha? Voy. Ya qildim, oldin Ha. Ko'rsatmay. Bu güzel qilamiz. Qari. Doktor, ölmedi degan qizga. Yunus boshimni pulni qildi. Hey, bula. Filmimizning oldin qismlarining yuqori aniq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Subat FM Aptitali aynak ekrani to'lim tori karvan torini ko'rsangiz bo'ldi. Ham tuvandagi torbat va salonlarga rahmat aytamiz. Uyg'ur televiziya saloni, musiqa saloni, Eron saloni, Bog'chivon saloni, Xalqim 3 saloni, Turza saloni, Manshama saloni. Bundan boshqa yana Yumurjon saloni, Saxovatchibiz saloni, Qushlan saloni, Romantik saloni, Kulki to'ri saloni, Shirzat saloni va Nur to'riqmo rahmat aytamiz. Hamda izchil turda bizning filmimizni tarqitib kelayotgan biz xabarsiz qolgan har qaysi torbat salonlarga rahmatimizni bildiramiz. Filmimizni har qaysi torbat va salonlarniki o'z oldiga tortishiga ruxsat qilamiz.